Assalamu alaykum hurmatli obunachilar. Yashnabil ish obunachiları. Xudo xohlasa, yine Ceyhun bozorning arka tarafında kottejlar qurdik. Temir eshikni qurib berdik, endi aynalarni qurib berdik. Bir yana asosiyet, bir yana oq. Konkret bir ishlab berdik. Aynalarimizni rishklar ham originaldan bo'ldi. Bu aynalarımıza gelsek 800 ming so'm kvadrati oldu. 8 kişinin içinde şatlankelerle 250 ming so'm bir aynanik. Bunda temir eshiklarimizni rishkalaridan gözetib beramiz. Xudo xohlasa rishkani rotor rishkalardan qo'ydik. Sifatli eng hozir trenddagi rishkalar garantiyali. Yine açıp işleri. Laboratuvar rezinkalarni qisib borishini ko'ring. Rezinkalarni yumshoq yedinglar. Eng zost ko'rin. Xudo xolasa kime işini sifatli aynalar kerak bo'lsa murojaat qilaversa telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Laboratuvar her daim hareketen sifatli işlerini tutup berişe. Sifatli ayna, laminat, temir, hem meşgul üzerimizde.